xola, nima harakat? Ha, shu gilamni yumoqchi edim. Voy, menga qarab yoqki, shu gilamni sen yuvib bersen-chi. Kizning beraman. Ayya, to'g'ri kelmaydi. Hali parashyut olish kerak. Xarajat ko'p buni. Ha, o'zim olib beraman hammasini. Obed pulini ham qo'shib berasizmi? Ha, Malik, nima bo'ldi? Shu qizlar ko'rmaysizlar, mana shu gilamni oyim kelgunlarigacha yuvib qo'yishim kerak. Ha, bo'ldi, o'zimiz yordam beramiz. Qo'shga parashyut yo'qmi? Anaqa puldan ozgina qiynalyotgandik-da qizlar. Ha, bo'ldi, o'zimiz pul tashlab olamiz. Ha qizlar, malatsi, pulni burchak qolib ketmasin. Sen yuvmaysanmi? Ammo men ozgina sog'lig'imda muammoyim bor edi. O'rta, bo'ldi. Bo'ldinglarmi qizlar? Obed bormi? Ovqat uyda ovqat qolmagan edi-da, anaqa Yaxshi ketdi qizlar. Tekin narsa yaxshi ketadi. Yoqimli ishtaha. Voy, baraka topinglar. Mazza qilib o'ynab kulib yedinglarmi gilamni? Mana deysizlar. Kizning pulab ishlab oldinglar bog'xonada. Qancha? Obed pul bilan parashyutni yetdimi? Malik! Te con la Black Maria.